Mahallalarda ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash, xavfsiz va osoyishta muhit yaratish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilangan. Xususan, Jarqo'rg'on tumanidagi Qorayantoq mahallasida ham bu kabi amaliy ishlar izchillik bilan olib borilmoqda. Hozir shu haqida. Qorayantoq mahallasida xavfsiz va obod hayot sari dadil qadamlar. Jarqo'rg'on tumani Qorayantoq mahallasida joriy yil 3-yanvar kuni davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risidagi birinchi sonli qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan qator amaliy ishlar olib borilmoqda. Qarorga asosan mahalla hududida keng ko'lamli obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish, qurilish va ta'mirlash ishlari izchil davom etmoqda. Prezidentimizning birinchi sonli qarori bo'yicha mahalla yettiligimiz tomonidan yo'l xarita tuzilib, bunda 33 ta bandda 7lik har bittamiz o'zimizga tegishli bo'lgan band bo'yicha kerakli ishlarni olib boryapmiz. Men mahalla xotin-qizlar faoli bo'lsam, o'zimga tegishli 4 ta band bo'yicha, ya'ni ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar, nizoli oilalar, tazyiq va zo'ravonlikka uchrayotgan oilalar bilan alohida ishlayapmiz. Ularning muammolarini borib o'rganib, kelajakda xotin-qizlarning o'sha jinoyat sodir etmasligi, jinoyat qurboni bo'lib qolmasligi uchun kerakli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Ayniqsa jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish borasida samarali chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Qorayantoq mahallamiz 2024-yilda Qizil mahallada edi. Hozir mana 2025-yilda muntazam huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olib, huquqbuzarliklarni jo'lagani sababli hozirgi kunda Qorayantoq mahallasi qizil toifadan sariq toifaga o'tdi. Agar bundan keyin mana mahalla yettiligi bilan muntazam ravishda ishlar tashkillashtirib, huquqbuzarliklarni barvaqt jo'lovlab, yashil toifaga o'tish niyatimiz bor. Kibr jinoyati bo'yicha mana mahallamizda do'konlar, ko'p qavat uylarda bukletlar, rasmlarni ilmoqdamiz. Ularni olish bo'yicha, o'g'rilik jinoyati bo'yicha ko'p qavatli uylar, yakka tartib uylarga buyumlarni, mollarni qarovsiz qolmaslik bo'yicha fuqarolar tushunishlar olib boryapmiz. Viktimologiya tadbirlari bo'yicha mana avtomobilni ochiq qoldirmaslik, velik, kaleskalarni qarovsiz qoldirmaslik bo'yicha muntazam ravishda tushunishlarni olib bormoqdamiz. Mahalladagi umumiy ovqatlanish joylari hamda savdo markazlarini qo'riqlash pultiga ulash, kuzatuv kameralari o'rnatish orqali xavfsizlik darajasi sezilarli darajada oshirilmoqda. Shuningdek, yangi barpo etilgan zamonaviy va keng sig'imli o'quv markazida ham xavfsizlik va ehtiyotkorlik qoidalari yuzasidan tushuntirish ishlari olib borilib, tegishli ko'rsatmalar berildi. Bunday tashabbuslar mahalla aholisining xotirjamligini ta'minlash, farovon va osoyishta turmush tarzini qaror toptirishga xizmat qilmoqda. Qorayantoq mahallasida olib borilayotgan bunday sa'y-harakatlar birinchi sonli qaror ijrosining amaliy ifodasidir. Bu ishlar kelgusida ham izchil davom ettirilib, mahallalarda xavfsiz, obod va fayzli hayotni barpo etishga xizmat qiladi.